Azizlar, sizlarda ham shunaqasi bo'lganmi? Birovga pul berib qo'yasiz, qarz berib qo'yasiz, keyin u odamdan haligi bergan omonatingizni olib olish uchun nimaga kerakligini aytib, keyin olasizlar. Bilasizlarmi azizlar? Menda bunaqaqa voqea juda ko'p bo'ladi. Mana shu qarz so'raydigan aka-ukalarga shu videoni jo'natib olaylik. O'zini bilib aytgan so'roviga berishaversin. Birovga pul berib qo'yasiz, keyin yana telefon qilasiz, oshna, hali pulni berib qo'y. 4 oy bo'lib ketdi-yu. Oshna mana ertaga qor yog'ib qo'yadi. Mashinamni antifrizga o'tkazay suvini muzlamaydigan qilib, zimniy balon olishim kerak deb hamma problemalaringizni aytib, mendan ketishga ham yo'l kiram yo'q, ishonsang, juda pulga zariqib ketdim, oshna, ber haligi pulimni deb bo'lmaydi-da, qo'yinglar azizlar. Oldinglarmi omonatni o'z vaqtida 15-chislov kuni qaytaraman dedingiz. Mana shuni 14-chislov kuni berib qo'ying-da, haligi odamga shunday priyatniy bo'ladi. Azizlar, mana shu videoda qarz olib bermay yurgan aka-ukalarga jo'nataveramiz. Ha, qarzni berish kerak. Nariyoqqa qoldirgan juda yomon azizlar. Endi bu ham esli bo'lib ketibdi demanglar. Endi men o'zim jindek fikrimni aytib o'tib ketyapman. Qarzni vaqtida berish kerak. Nimaga deganda ishlaringiz ham orqaga ketib qoladi. Ha, qarzi bor, qarz olib bermay yurgan aka-ukalarimga mana shu videoda jo'natib olaylik. Butun planetaga podelitsiya qilib olaylik. Endi o'z fikringlarda qoldiringlar, albatta azizlar. Ha, aytamanda aka, hoji aka, qarangda, mana shu bonondan palonchidan 1700 so'm qarzim bor edi, 2400 so'm palonchiga berishim kerak edi deb aytamanda uydan chiqib ketib, ashuna niyat qiling-da shunga berib qo'yay deb. Alloh ashunga qodir qilib qo'yadi. Ha, ishoning shu gapga, Alloh sizni qodir qilib qo'yadi ash qarzni bergan.